Shuning uchun konsertning ikkinchi bo'limiga qolmadik. Ertaga uchrashadigan bo'ldik. Mehmonxona oldida xayrlashdik. Ertasiga kelishim bilanoq mehmon, kechagi gapimiz nima bo'ldi? Yordam berasizmi? deb so'radi. Men bu haqda hech bir qarorga kelmaganligimni aytdim. Shundoq bo'lsa ham mehmon yordam berishimga amin ekanligini bildirib, oldindan tashakkur ma'nosida yelkamga qoqib qo'ydi va teatr atrofidagi xonadonlardan birontasini ko'rishga orzumand ekanligini bildirdi. Men uning muddaosini fahmladim-u, o'sha tomonlarga olib bordim va orqa ko'chadagi ro'para kelgan hovliga boshladim. Mehmon apparatini bo'ynidan oldi va hayajon ichida ostonadan hatladi. Kirgan eshigimiz hozir uchastka deb ataladigan oddiy, lekin mevazor, gulzor, nihoyatda didli, havasli odamlarning hovlisi ekan. O'rta yoshlardagi bir xotin sariq luchak shaftoli terayotgan ekan. Bizni ko'rib shodidan tushdi. So'rashdi. Yelib yugurib supaga joy qildi. Dasturxon yozdi. Bir necha shaftoli keltirib qo'ydi. Mehmon goh menga, goh xotinga qarar, goh uning orqa etagiga razm solar edi. Xotining o'g'li vrach, kelini o'qituvchi. Hozir ikkovi ham ishda edi. Mehmon hafsalasi sovib, fotoapparatini bo'yniga osdi-yu, alamini shaftolidan oldi. Umrida bunaqa shaftolini ko'rmagan bo'lsa kerak, rosa edi. Shu choq uning ko'zi devorning tagida qunishib turgan kasal jo'ja xo'rozga tushdi. Uning oyoqlari uzun, bo'ynining pati to'kilib, qip-qizil go'sht bo'lib qolgan. O'zi nihoyatda oriq edi. Mehmon qo'lini darrov artdi. Fotoapparatini bo'ynidan oldi. Jo'ja xo'rozga juda yaqin borib cho'kkaladi. Jo'ja xo'roz boshini ko'tarib hayron bo'lib turganda bir necha marta suratga oldi. Choy ko'tarib kelayotgan xotin, "Voy, suratga olaman desalar, yaxshi tovuqlarimiz bor. Bu kasal edi-ku", deganicha qolaverdi. Achchig'im keldi, lekin mumkin qadar muloyimlik bilan, "Jo'ja xo'rozning surati ham gazetaga kerakmi?" deb so'radim. Mehmon javob bermadi. "Ketdik", deb ishora qildi. Xotinga tashakkur izhor qildim. Ko'chaga chiqdik. Mehmon bu hovliga, xotining mehmondo'stiga shubha bilan qaradi shekilli. Bir necha hovliga o'zi bosh tiqdi. Men ham qo'yib berdim. Orqasidan kirmadim. Chunki unga tarjimon kerakmas. Odamlarning orqa etagiga razm solishdan boshqa ishi yo'q. Samovarda o'tirib birpas dam oldik. Mehmon ko'zimga xunuk ko'rina boshladi. Kim aytadi, bunaqa osmon teshar imoratlarni ko'rgan, osmon ko'chalarda yurgan odam deb. Diqqat bo'ldim. Papirosni allaqachonlar tashlab yuborgan edim. Shu topda bitta so'rgim keldi-yu, papiros olgani magazinga kirdim. Bilmadim, magazinda qancha turib qoldim ekan, qaytib chiqsam mehmon yo'q. Birpas kutdim. Keyin yuragim hovliqib, u yoq bu yoqqa qaradim. Qidirdim. 20-25 minutning har biri bittadan sog' tushimni sug'urib olgandek bo'lib o'tdi. Bu kasofat biror hovli yoki biror ko'chaga kirib, gumonsiragan odamiga dumingni ko'rsat desa, bunaqa hazilni birov ko'taradi, birov ko'tarmaydi. Bir soatdan ortiq qidirganimdan keyin avtomatdan jiyanimga telefon qildim. Voqeani aytdim. Jiyanim tovushidan tashvishda qolganini sezilib tursa ham menga tasalli berdi va "Yo'qotgan joyingizdan uzoqqa ketmang", dedi. Samovarda yana bir necha minut o'tirdim. Narigi ko'chadagi masjidning yarmi qulagan mezanasiga ko'zim tushdi. Bu kasofat shuning suratini olgani bormadimikan? O'sha yoqqa bordim. Masjidning ichini, atrofini qidirdim. Yo'q, samovarga qaytay deb turganimda, yon ko'chadan karnay-surnay, qiyqiriq bilan 2 mashina kuyov-navkar chiqib qoldi. Oldindagi mashinada yo'lchini shishirib sunnay chalayotgan, sunnaychining yonida o'tirib, beo'xshov o'yinga tushayotgan olabayroq to'n kiygan bir kishiga ko'zim tushdi. Sinchiklab qarasam, mehmon. Suyunib ketdim. Yugurib borib mashinaning oldini to'sdim. Mehmonga harchand "Tush" deb ishora qilaman, qani endi ko'nsa. Menga qarab nuqul muqom qiladi. Kayfi baland. Mashinada tanish odamlar bor ekan. Qo'ymasdan meni mashinaga tortib olishdi.
Mehmonning mashinadan tushish niyati bo'lmagani uchun mashinani to'xtatib jiyanimga telefon qildim. Tanish odamlarning aytishiga qaraganda, mehmon nima bo'lib to'yxonaga kirib qolibdi. Odamlar uning chet eldan kelgan mehmon ekanini bilib to'rga o'tkazishibdi. To'n kiygizishibdi. O'yinchilar uni o'yinga tortishibdi. Kelinning uyiga keldik. Ziyofat zo'r bo'ldi. O'yin-kulgu juda qizidi. Mehmon bu yerda ham ancha ichib qo'ydi. Shu yerdagi doktor bolalar mening tashvishda qolganimni payqab, mehmonni hushiga keltirib berishdi. Mehmon hushiga kelganidan keyin yana aynidi. Yana dumli odam qidirib, hammaga zehn sola boshladi. Shundan keyin, siz ovora bo'lmang, janob. Dumli odamni ertaga o'zim topib beraman, deyishga majbur bo'ldim. Mehmon meni o'pdi. Salomatligimga ustma-ust 2 rumka otdi. Ertalab mehmonxonaga kelsam, mehmon lanch bo'lib yotibdi. Lanchga hech aytgulik emas. Shundoq bo'lsa ham la'nati ko'zini ochishi bilan kechagi va'damni so'radi. Men uni pastga olib tushib, achchiq choy ichirdim. Nor narsalarga kesdim. Ichkilik zahri biroz sinib, ta'bi ochilgandan keyin dumli odam deb bekor ovora bo'lib yurganligini tushuntirishga harakat qildim. Mehmon xafa bo'ldi. Sening hukumating butun mamlakat ustiga temir parda tortgan, dedi. Unga gap uqtirish, qorong'i uyga kesak otgandek gap edi. Shuning uchun yon bergan bo'lib yolg'ondan o'ylab qoldim-da, chuqur xo'rsinib. Shuni bilar ekansiz, nima qilasiz meni qiynab, dedim. Mehmon chehrasi ochilib yana yolvordi. Men sizga bitta dumli odamni qafasga solib ber, olib ketaman deyotganim yo'q. Uzoqdan qorasini ko'rsatsangiz bas, mening apparatim 2 kilometrdan oladi. U desam, u dedi, bu desam, bu dedi. Hech bo'lmadi. Nihoyat, sen dumli odamlarga yo'latish qo'limdan kelmaydi. Xatarli, xohlasang apparatingni ber. Biladigan, udda qiladigan ishonchli kishiga aytib, bironta dumli odamning suratini oldirib beraman, deyishdan boshqa chora qolmadi. Mehmon xursand bo'lib apparatini qo'limga tutqazdi. O'zi lanch bo'lgani uchun tushgacha yotib dam olmoqchi ekanini aytdi. Men tushdan keladigan bo'lib qaytdim. Tushdan keyin kelsam, mehmon hanuz lanch yotgan ekan. Lekin apparatini tegishli odamga topshirganimni, u kishi butun lentani dumli odamga to'ldirib berishini va'da qilganini eshitib, o'rnidan turib ketdi. Lekin sharti bor, dedim. Omonatingizni faqat ketadigan vaqtingizda, samolyotga chiqayotganingizda beradi. Ertagayoq jo'nayman, dedi mehmon. Kelishuvga muvofiq shaharning diqqatga sazovor joylarini ko'rgani chiqdik. Kun qaytguncha yurib, ko'p tarixiy yodgorliklarni ko'rdik. To'g'on yo'lga bordik. Shahrimizning ko'rki bo'lgan yangi ko'chalar, maydonlar, xiyobonlarni kesdik. Muzeylarga kirdik. Mehmonning biron narsaga qiziqqanini, biron joyda to'xtab biron narsaga qaraganini ko'rmadim. Hamma narsaga o'shshayib qarar, qayoqqa va nima uchun ketayotganini, nima qilib yurganini o'zi ham bilmas. Aftidan, kunni kech qilishdan bo'lak muddaosi yo'q edi. Madaniyat va istirohat bog'iga kirdik. Mehmon hech bo'lmasa shu bog'qa, xususan gul gulzorga qiziqar deb o'yladim. Chunki shahrimiz bu bog'qa juda binoqo ekan. Yo'q, gulzorga mehmon qayrilib ham qaramadi. Uning diqqatini jalb qilgan birdan-bir narsa bog'ning bir chekkasidan oqayotgan anhor bo'ldi. Buning nimasiga qiziqdi ekan deb qarasam, loy suv qirg'oqdan toshgudek bo'lib, shoh-xashak va yana allambalo nimalardir oqib kelayapti. Birov sug'orish maqsadida to'g'on solgan, suv to'g'onni urib ketgan bo'lsa kerak. Mehmon iflos suvga xuddi sichqonni ko'rib qolgan mushukdek butun vujudi bilan qarar. Javomda fotoapparati yonida bo'lmaganidan afsuslanar edi. Bog'dan chiqib mehmonxonaga tomon ketayotganimizda eski tusga yig'ib yurgan eshak aravani ko'rganda ham xuddi shu holga tushdi. Mehmonxona ko'chasiga qayrilganimizda mehmonning gazetasiga qo'l keladigan yana bir hodisa ro'y berdi. Shu ko'chadan g'izillab chiqqan Moskvich kattakon bir sariq itni urib o'tdi. It vangillab 2-3 yumradi. Turishga intilib tura olmadi. Yotib tipirchiladi. Mehmon goh boshini ko'tarishga urinib, goh oyoqlarini silkib jon berayotgan itga yaqin borib, beixtiyor cho'kka tushdi. Va apparat izlab yonini paypasladi. Mehmon ertasiga jo'naydigan bo'ldi. Dumli odamlar surati olingan fotoapparatni qora qog'ozga o'rab, aeroportga olib chiqdim va qo'ynimdan bir chekkasini chiqarib ko'rsatdim. Mehmonning ko'zlari yorib ketdi.
xilvatga bordik. Mehmon apparatini olib katak sumkasiga joyladi-yu, cho'ntagidan bir dasta pul chiqardi. Sizning haqingizni o'zim bilib beraman, dedi. U kishi bilan necha pulga gaplashgansiz? Pul to'g'risida hozir gaplashmaymiz, dedim. Avval suratlarni chiqarib ko'ring. Ana undan keyin o'zingiz narx bichib yuborarsiz. Mehmon yana minnatdorchilik bildirdi. Samolyotga chiqdi. Samolyot Tojikistonga qarab yo'l oldi. Kim biladi, mehmon yurtiga borguncha sabri chidarmikin? Tojikistondayoq lentani chiqarsa dumli odam o'rnida o'zini ko'radi. Men apparatni maktab tugaragiga qatnab, fotoshida mashqini rosa qilgan kichik o'g'limga berib, mehmon ikkovimiz shahar aylanamiz. Sen ketimizdan yurgin. Qayerda chap oyog'imni ko'tarsam, mehmonning yakka o'zini suratga olaverasan, degan edim. Bir qancha joyda, jumladan mehmon anhor bo'yida eski-tuski yig'ib yurgan eshak arava yonida va jon berayotgan itning ustida turganda chap oyog'imni ko'targan edim. O'g'limning o'zi hushyor bola. G'alati paytlarni topgan bo'lsa kerak, men bu narsani jiyanimga aytmadim. Aytsam ham urushmasa kerak, chunki mehmonga ozor berganim yo'q. Nihoyat yuziga oyna tutdim.